qat'iy olmaydi. 2008 esimda shu Harvard universitetidan MIT'dan bo'lib 30 ga yaqin o'quvchi masalan Qashqarga kelib lager qildi. Shu vaqt bir lager qatnashgan. Bularni qattiq qish yoz vaqtida bo'lgancha, ancha olimpikdan burroq. Shu yoz vaqtida qattiq adam isib ketgan bir kun sirtda faoliyat qilib billar. Men Uyg'ur o'quvchilar 30 Uyg'urcha 30 chet ellik. Shuni ular qattiq yataq qaytib, shuni ular bu meningki partner, hamda shu vaqtda bir do'stim, voy men sana Amerikada kelgan choy bor. Men sana damlab beray, voy unda men amroq bundan qattiq maqtab ketdi. Bo'lib deb uning yatqiga berib choy damlab, shuni ular do you want a cup? Degandi. No, thank you debdim. Hamda bizlar Uyg'urlar voy ichimsiz desa yo'q deb tuzut qilamiz shunami? Lekin birdamdan keyin chiqadi-da. İşte demlab chiqqanda o'zi bir stakan choyni qarasam bekpayze qizil choy ekan, o red tea. Ichib ketib bordi, hech menga hech chiqarmay deb 1 minut saqladim, 2 minut saqladim, 3 minut saqladim, qat'iy chiqmadi. Oxirandan ussizlik qilgan shu vaqt. Shundan keyin andan boshqalarga do you want it? Yes please degan. Shunga ham bu chetlar qat'iy tuzut qilmaydi. Agar qo'sqin ocha olatda masalan uyga olgan bo'lsang, tomoq yemsiz desa, yo'qlam deb qo'ysan, qat'iy zo'lmaydi. Voy yeysizlar, voy unda qiysizlar, azroq yeysizlar degan qanday desanglar, zo'larga ish faqat hamishalam qoladi. Shunga hamda chetlar agar qo'sqinlar ochgan bo'lsa, yo rasusgan bo'lsa, bir narsa do you want degicha yes desanglar bo'ladi. Do you want degicha yes shunami? Agar no deb qo'ysan bo'ldi, qari bombaydi sizlar bilan. Shunga müşakirganda nima desanlar, do you want a cup desanlar? Yes please Christine. Deb shunama, shunama. Do you want any sugar? And sizga azroq shakar lozimmi? And any sugar? O'g'anda müşariki sanog'ini bo'lmaydigan ismlarni oldiga any. Yoki sanog'ini bo'lgandan ko'pligini oldiga nima desanlar? Any savol jumlada, savol jumla. Do you want any sugar? Endi bo'lishliqda nima deydik desanlar some. Shunami? Masalan, I want some sugar. Menga ozroq shakar lozim. Endi bu degani endi menga ozroq shakar lozim demakchi, men ozroq shakar qo'shib ichaman demak. Shunami? I want some sugar. Okay, endi bir savolga aylantirganda shu do yordamchi fe'l tayinliq, ya'ni ham egisi hamda do I want deb so'raymiz shunami? Biz qarshi tarafdan so'raymiz. Unda bo'lganda ekan nima desanglar, do you want any sugar? Some degan faqat bo'lishliq jumlada faqat kinding joyidan keladi. Uni degan any joyi desanglar, shunga o'xshash, ben yeven joyi keladi. Yoki inkor jumlada. Yes please. Tapta. Do you want any milk? Endi sizga ozroq sut lozimmi? Endi sutga kelibdi. Nindati no, thank you. Okay, endi ma sut bilan xo'sh yo'q o'xshaydi. Nima deydi desanglar, I don't like milk in my coffee. And I don't like xo'sham yo'q. Nim bilan milk in my coffee. Mana shu qafarimdiki. Demakchi milk in somebody's coffee degan hamda sutni qo'shash. Demak ham sutni qanday qo'shash desanglar, qahvaga. Demak, I don't like milk in my coffee. Hamda nima desanglar, men bu shu qahvaga sut qo'shash bilan yoki sut ichida bor qahva bilan qo'sham yo'q deydi. Demak, yoqtirmaymi degan gap nima? I like bo'lgan bo'lsa nima desanglar, amroq degan gap-ku. Hamda I don't like milk in my coffee. I like black coffee. Okay, mana black coffee degan qanday qahva desanglar, mana shu sut qo'shilmagan qahvani black coffee deymiz. Oniki shakar qatimliqsa bo'ladi, qassi bo'ladi. Undan keyin hamda sut qo'shgan qahvani nima deymiz? White coffee. White degan shu sutning rangi white shunami? Shuni nima deymiz? White coffee. So, do you like biscuits? All right, do you like biscuits? And this is pecheniga amroqmi? Yoki siz yoqtiramsiz desa, yes I do. Ma'noga yes I do adab shunami? Agar no deb desmaydi, bo'ldi, mana bu o'ylanlar qanday? So, do you want one? Siz birata lozimmi? Amroqmi deb bilan do you want one? Birata qanday? Lozimmi deb. Yes please. Demak, endi avval amroqmi deb so'raydi. Keyin kichkisi nima desanglar, lozimmi?
Balkim amroq bo'lsin, balkim qo'shiq qo'ygan bo'lsa, yemasligi mumkin, shundaymi? Shunga ikki savolni ayrim-ayrim so'ragan ekan. Demak, endi do you like siz amroqmi? Do you want sizga lozimmi? Demak, endi bu ikkisi qanday desanglar, farqli. Xo'sh, hamsa bu bugungi darsimizga intayin meg'izliq, ochqishliq bo'lgan bir necha jumla nuqtasiga qarab boqaylik. Do you want any milk? Demak, endi misharga do you want sizga ozroq nima lozimmi? Sut lozimmi? Yes, I do. Endi bunda oddiy jumlalarga nima deb javob beramiz? Deb tushunami? And also you can say yes please. Yoki takallub yursin, yes please. Desakmi, qanday desanglar bo'ladi. Yes, I do desakmi bo'ladi. Yes please desakmi bo'ladi. Qaysini desanglar qanday bo'laveradi. Tushunarlimi? Masalan, I like sports. Endi buning savol shakli qanday aylantirmaydi desanglar, mushning o'ttirisiga hinin keyini bir do degan yoshirin yordamchi fe'l yoshirin olib turdi. Bu do qanday qildi shu yordamchi fe'lni vachina chiqib, endi asosiy fe'lni chiqishi bo'ladimi desanglar, bo'lmaydi. Endi BB'da qanday bigini olib fitdan chiqib qo'ysa qanday desanglar, qamlashmaydi. Shu hamda bu yer eng muhim nima desanglar, do degan yordamchi fe'l bo'ladi. Endi shu yordamchi fe'lni qanday qilamiz desanglar, chiqamiz. Endi bu yordamchi fe'l naydi, o'sha asga amroq narsa bu. Zar ish baholni bilan qilib qolsa, yushrnalatni fitdan oshkor bo'ldimi? Bo'ldi, asli ketib oldi. Asli ketib olgandan keyin qanday oldi desanglar, daz bo'ldi. Demakki, oxir o'dan oxirlashgan fe'llarni keyingi as qatganda bunaqa i as qatamiz. Xuddi ismlar shunda to'g'ri masalan, chunki u talaffuz qoidasi bilan munosabat bo'lg'achqa, shunga do'ning keyini bilan o'da oxirlashgan bo'lsa, keyiniga i as qatamiz. Shuna bilan nima bo'ldi? Does bo'ldi, like endi yolg'iz qoldi. Shunga does he like sport? U tanharkat kamroqmi? Agar yes bo'lsa, yes he does. Yo'q bo'lsa, no he doesn't. No, he doesn't. Yani he doesn't like sports. Shunami? What does he like? Endi bu shuni alayli savol jumlaga aylantirsak ko'rsanglar. Musharika abay degandek what, when, where, how, why degandek mush almashtirib boqamiz. Endi bu yerda bu shari faqat Moskvagina ham nima desanglar, hozircha buguncha Moskvagina sport shunami? Agar he ni o'rniga almashtirsak bo'ldi who debchi. Endi bu shari sport degan nima shunami? So what does he like? U nimaga amroq. What does she like? U nimaga amroq degan gap bo'ldi. And so what do you like? Bilan what do you want? And the what do you like degan siz nimaga amroq. What do you want? Sizga nima lozim degan gap bo'ldi. And bu what do they like? And the ko'plik bo'lsa, ular nimaga amroq? What do they want? And ular nima lozim? Agar egizafishni shaxs birlik bo'lib qolsa ko'rsanglar, bu shakl o'zgaradi. O'zgarib nima bo'ldi? Does bo'ldi shunami? Does he want? Does he like? deydi. Endi buni alayli savol jumla shakli. What does he want? And what does she want? What does he want and what does she want? Okay. Yoki masalan, uchinchi shaxs ismlar. Endi bu ismlarga kelsak, vallahi shu uchinchi shaxs almashtirgan bo'lgan ismlarni shu uchinchi shaxs ismlar deymiz. So what does Lucy want? And the Lucy nimaga Lucyga nima lozim? Yana birisi what does your mother want? And this sizning opangizga nima lozim degan gap. What does your mother want? Onun istirtanda black coffee abaydidoq sut qo'shilmagan qahva nima deymiz balla? Black coffee. Shu nima der ekanmiz? Black coffee. Anda avriginimiz nima? Black coffee. Anda sut qo'shqinimizni cho'risanglar, white coffee. White deganimiz oq shundami? Shuni nima deymiz sanlar? White coffee. Black coffee, white coffee. Black coffee, light coffee. Bo'ldi sog'lashlar, hamsa aslan yaxshi takror qilinglar. Shu bugungi darsimizni. Bo'ldi bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Thank you very much. Goodbye.